Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, yanvar oyini yangi narxlari bilan tanishmoqchi bo'lganlar, Xudo xolasa Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Bizda rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Bizdagi imkoniyatlar hisobchilarimizga kelib, naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati, bank orqali hisob raqamlarimizga to'lov qilish imkoniyati. Bizda aloqaga chiqib O'zbekistonda 12 ta viloyatidan o'zlaringiz joylaringni bron qilish imkoniyatiga egasizlar. Xudo xolasa, shu videoning boshida men bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Kechada Instagramda bitta video ko'rib qoldim. Ya'ni ziyoratchilarni qiynalishayotgani to'g'risida 2 ta 3 ta firmalar to'g'risida video roliklar ko'rdim. Va shu sababdan men o'zim Saudiyada bo'lib, ba'zi bir ko'ngilsiz holatlarni ham ustida bo'ldim. Bir ma'lumot bermoqchiman. Siz umra safariga ketyapsizmi? Birinchi o'rinda surishtiring, litsenziyasini surishtiring, qaysi ofisda joylashganini surishtiring, ofis tayinligini surishtiring, litsenziyaga kiritilganini surishtiring. Undan tashqari arxivini ko'taring. Misol, meni ofisim Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasida, kesalaring ofisimga olib kirib ma'lumot berib, hisobchilarga to'lov qo'ygizaman. Misolda, undan tashqari Xudo xolasa, ziyoratchilarimiz men borib keldim, mendan xursand, mendan mamnun. Mana bitta 7 ta jo'natgan ziyoratchimiz bor edi. Mana bugun telefon qilib qaytishyapti, telefon qilib rahmat aytishdi. Allohga shukr, mana jo'natgan ziyoratchilarimiz bizdan xursand, bizdan norozisi yo'q. Yoki-da misol odamlarimizni 2 sutkalab ko'chada qolgizib yuborgan xonamiz yo'q. Lekin tan olamiz, bu hammada bo'ladigan narsa. Ehtimol bizda bo'lmaydi deb gapirishdi, nima deydi, foydasi yo'q. Lekin ba'zi hollarda 1 soat, 2 soat davomida ziyoratchilar kutadi. Nima sababdan kutadi? Chunki xona bo'shagandan keyin odam ko'p. Hozir o'sha xonaga kirish uchun gastnitsa xodimlari pilisoslaydi, pastellarni alishtiradi, chachiqlarni, shampun, sovunlarni qo'yadi. Bu narsa ham Madinada bo'lishi mumkin. Lekin Makka Mukarramada biz ziyoratchilarimiz hech qachon ko'chada qolishmaydi. Yo'q bo'lmasa 2 sutkalab ko'chada o'tirishmaydi. Inshaalloh Allohning izni bilan yonma-yon 3 ta gastnitsamiz bor va yana bitta sallandiradi 4 ta gastnitsamiz bor. Akalar, ota-onalaring jo'natyapsizlarmi? Yaxshilab hushyor bo'lib jo'natinglar. Har xil qiyin holatga solib qo'ymanglar. Xo'p, endi men o'zimiz sharoitimiz to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Ochiq borini bor, yo'g'ini yo'q deb gapiraman. Madina Munavvarada men shaxsan borganimda 100 metr masofadagi gastnitsada turdim. Lekin yana kimdir borganlar gaplashsam 200 metr, yana kimdir 300 metr. Ya'niki markaziyadagi gastnitsalarimiz. Makka Mukarramada Malak Al-Safa 1,5 kilometr, Number 1 Hotel. Bu 1,6, ya'ni orasi 100 metr. Yana undan 100 metrdan keyin 1,7 da Aldera nomli gastnitsamiz. 3 ta gastnitsamiz yonma-yon. Avtobus hammada muammo bo'lyapti. Ko'p joyda, chunki namoz vaqtlarida yo'llar bekitib qo'yyapti. Bu tirbandlikda hech qaysi sizlarni umraga jo'natayotgan firma oldini olib bera olmaydi. Bu qonun shunaqaki, avtobuslar keladi, sizdan keyin to'xtaydi. Qachon namoz vaqti tugab odamlar chiqadi, keyin avtobuslar yuradi. Ungacha kirgan avtobusda Saudiya hukumatini istagancha xodimlar chiqarishmaydi. Endi bizda nimasi bor? Bizda 3 ta gastnitsamiz yonma-yon. Xolasalaring unisiga, xolasalaring bunisiga avtobusga chiqib ketaverasizlar. Va istaganchamiz soatdan o'tib 3-hammomdan o'tganlaringda 10 qo'lga yurib 150-200 metr chiqqanlaringda biz hatto istaganchalaringni ham yaqinligini o'ylaganmiz. Va Xudo xolasa, taomlarimiz Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. O'zimiz odatiy milliy taomlarimiz, Xudo xolasa. O'zim borib shu yerda shu taomlarni yeb yashab keldim mana. Misol, manta berishdi, juda bir maza qildim. 2 donadan berishdi, lekin u mantani endi qo'yaverasizlar-da. Men O'zbekistonda dajuna manta yemaganman. Misol, oshlarini yedim. Bitta tarelkaga to'ymasdan borib ikkinchi martadan sog'izib yedim. To'g'risida sharbatlari bor, choylari bor, hamma yo'g'i bexijolat ovqatdan. 50 boshlarimiz o'zlarining yelkalariga yuklatilgan vazifalari bor. Aynan mana shu vazifalarni ado qilguncha sizlar bilan birgalikda.
Misol, sizlarni yo'l boshlovchi kutib olib borib 50 boshga topshiradi. Madina Munavvarada gastitsiyaga joylash, Masjidun Nabaviy tarixi bo'yicha ma'lumot berish, undan tashqari Madina ziyoratlariga olib chiqish, undan tashqari Madina Munavvaradan Makka Mukarrama tomon olib borishlik, gastitsiyaga joylab umra qilgizishlik. Umra qilgizishlikdan so'ng Makka ziyoratlariga olib chiqish, Masjidul Haram tarixi bo'yicha ma'lumot berish, Qizil dengiz sayohatiga olib borish. Endi qaranglar. Undan tashqari bizda o'zlaring pulini to'laysizlar, lekin ko'pchilik bo'lsa avtobus aytib, Kakkiya bozoriga avtobus qo'yib berishadi. Undan tashqari yana umra badal qilmoqchi bo'layotganlarga 50 boshi birgalikda borib avtobus gaplashib 5 riyoldan to'laysizlar, umra badalga ham o'zlari olib borib kelishadi. Ya'ni xato qilib qo'ymanglar, jinoyat qilib qo'ymanglar degan maqsadda. Mana shu vazifalar tamomlanguncha 50 boshlarimiz sizlar bilan birgalikda, Xudo xolisa. Va ziyoratlar Madina Munavvarada Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharif, Qiblatayn masjidi, Xurmo bog'i, Makka Mukarramada Savr g'ori, Hiro g'ori, Mino, Muzdalifa, Jamorot, Xudo xolisa ziyoratlar, Qizil dengiz sayohati hamda Toif shahriga xohlovchilar, kuch-quvvati yetadiganlarda ziyoratga ham olib boriladi bizda. Firmamiz tomonidan xuddi shunaqangi bejiklarni beramiz. Undan tashqari xuddi shunaqangi sumkalarni beramiz. Undan tashqari kamzil xuddi shunaqangi sumkalarimizni beramiz. Bular aeroportda viza bilan qo'llaringga beriladi. Qaytayotganlarga 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Va bizda chegirmali reyslarimiz Xudo xolasa 7 Farg'ona Madina, 10 Farg'ona Madina, 11 Namangan Jidda yo'nalishidagi reyslarimizning narxini sizlarga $995 chegirma qilib berdik. Bundan tashqari 14 Farg'ona Madina, 17 Farg'ona Madina, 18 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni $1025 chegirma qilib berdik. Xudo xolasa Toshkentdan reyslarimiz ham bor, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Toshkentdan amalga oshiriladigan reyslarimiz $995 siz aziz yurtdoshlarimiz uchun qilib beramiz. Aloqaga chiqsalaring sanalari bo'yicha to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Aziz obunachilar, Xudo xolasa ota-onalaringni ishonchli qo'llariga topshiringlar. Xavfsiz va mukammal umra qilishlarini biz Xudo xolasa o'z zimmamizga olamiz. Xalqimiz uchun xizmatdamiz. Inshaalloh ziyoratchilarimiz bizdan mamnun. Biz bizdan rozi bo'lishliklari uchun harakat qilamiz. Muammosiz firma yo'q. Qanaqadir muammo bo'lib qolsa, inshaalloh Allohning fazli bilan 10 da hal qilib berish imkoniyatiga ham egamiz. Mana misol yaqinda Namanganlik hoji akam bir 20 ta odam qildilar, o'zlari borib keldilar. Shuna keluvdilarki, men Saudiyaga ketdim, erta ko'rishalmadik. Men qaytib kelishimga 20 ta odam tayyorlab qo'yibdilar. Uka, sizni firmangizning narxi jicha qimmat ekan. Tan olamiz, sizdan arzon qilib beradiganlar chiqdi. Lekin siz ozgina qimmat bo'lsangiz ham sizdan jo'nataman. Birinchi o'rinda bitta muammoyimiz bo'ldi. Sochiq muammosi bo'ldi. 10 da Saudiyaga aloqaga chiqdik. 20 daqiqaga qolmay sochiqlarni xonalariga yangi bozordan olib kelib yetkazib berdi. Misolda, lekin 10 da hoji rahmat, muammo bo'ldi, hal qilib berdilaring. Turar ekansizlar, muammo bo'lsa ham deyish. Muammolarni hal qildik. Yaxshilik uchun kelishlariga yana 20 ta odam tayyorlab, mana shu odamdan ketinglar, narxda arzoniga qiziqmanglar. Narxda arzoniga ketyapsizmi? Qiyinchilikda boshqani o'zingizni bo'yningizga olib keting. Misol, ertacha qiyinchilik bo'lsa, narxda arzonini oqtarsa, mana bugun ham menga ko'pchilik telefon qildi, narxda arzonini oqtaryapsizmi? Sharoitingiz og'ir bo'lishiga tayyor bo'lib keting. Chunki hamma yo'q narxiga qarab bo'ladi. O'shaning uchun misol men arzon narx chiqargan bo'lsam, men shu qimmat paketlarga joy to'lmay qolgan payt arzon chegirmali narxlar chiqarganman. Hozir Xudoga shukr joylarimiz to'layapti, alhamdulillah. O'shaning uchun obunachilar ota-onalaring jo'natyapsizlar, $5-10 narxiga qaramanglar. Mana men sizlar uchun zo'r yangilik qilib qo'yganman. 13 Farg'ona Jidda, bir juma Madina Munavvara, bir juma Makka Mukarrama. Madina Munavvarada Meroj Toyiba 100 metr. Makka Mukarramada Al Nasim 900 metr, 1 kilometr oralig'idagi 4 yulduzli gastinitsiya. Madina Munavvarada ham 3 mahal, Makka Mukarramada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlar. 50 bosh hamrohligi 14 kun ziyoratchilar bilan birgalikda. Madina Munavvarada 5 dan ortiq ziyoratlar, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar, Qizil dengiz sayohati, Rojixiy masjidida ziyofat, Toif shahrida
sayohat ikkinchi marotaba umra qilish imkoniyati. Endi buni gasning hissasi boshqa. Bunda Madinada ham 3 mahal ovqat. Bunda 50 boshi ham chetdan ketadi. Ana ota-onalaring uchun bir juma Madina, bir juma Makka, ko'pchilik talabiga binoan. 13-yanvar Farg'ona Jidda yo'nalishdagi reysimiz. Xudo xolasa joylarimiz soni juda ham kam, qiziqayotganlar ham ko'p. Mana ota-onalaring uchun standart paketimiz ham zo'r. Lekin yana ham yaxshisini xohlaydiganlar komfort paketimizni ham qilganmiz. Xudo xolasa aloqaga chiqishlaring mumkin. To'liq va chiroyli ma'lumotlar siz aziz yurtdoshlarimiz uchun yetkazib bera oldik deb o'ylayman. Bizni Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uyga kelsalaring qo'llarimiz ko'ksimizda sizlar kutib olib chiroyli ma'lumotlar yetkazib beramiz. Undan tashqari Telegram orqali qizil pasportlar tashlab hisob raqamga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqinglar. Qo'shni Tojikistondan bizni kuzatib borayotganlar ham bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz xalqimiz xavfsiz, mukammal, qiyinchiliklarsiz umra qilishinglar uchun aynan o'z faoliyatimizni olib boramiz. Bizga aloqaga chiqinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.